Assalomu alaykum, hurmatli Instagram ko'ruvchilar. Reels ko'rib charchadingizmi? Undan ko'ra abituriyentlar C olmoqchi, C+ olmoqchi, A sertifikat olmoqchi, A+ olmoqchi bo'lgan siz o'quvchilar bari bizga obuna bo'ling. Obuna bo'ling, yaqinlarga jo'nating. Albatta, fevral oyigacha sizga 200 dan ziyod misolli yechimini ko'rsatamiz. Bizni kanaldan uzoqlashmang, hammaga jo'nating. Sog' va salomat bo'ling. Milliy sertifikat savoli. Bu savol sertifikatga tushgan savollarni ko'ryapmiz. Teng yo'lli trapetsiya, kichik asos 5 ga teng. Diagonallar o'tkazilgan. Diagonal mana bu burchak bitta, kosinus bittasi berilgan, minus 2 taqsim 5/5. Mana bu alfa deyilgan, 2 taqsim 5 kosinusi. Xo'p, so'raganda esa tomon 5 bo'lsa, balandligi 4 bo'lsa, burchaklar berilsa, x ni toping. Teng yo'lli bo'lsagina mana bu x diagonal o'rtalari degan joyi ham bor. Diagonal o'rtalarni tutashtiruvchi kesma asoslar katta asosdan kichik asosdan ayirib 2 ga bo'lsak x topamiz. Bu uchun bizga katta asos kerak. Tushundingizmi? Va katta asosni topsak, kichik asos bor, katta asos bor. Qo'shib 2 ga bo'lib balandlikka ko'paytirsam 100 ham keladi. Masalada bitta noma'lum dedik. Faqat katta asos noma'lum. Shuni topsak bo'ldi. A shartini ham B shartini ham javob chiqadi. Tushundingizmi? Endi katta asosni qanday topamiz degan savolga javob kerak bizga. Teng yo'lli ekanligidan yon tomonlarni C deb olsam, diqqat qiling mana shu yerga. C deb olsam, xo'p, mana bu burchakni phi desam, mana bu burchak ham phi bo'ladimi? Endi A B D ekan. A B D uch burchak uchun sinuslar teoremasi qarang. C ning sinus phi ga nisbati teng nimaga? B ning sinus betaga nisbatimi? B ni sinus betaga nisbati. Davom etamiz. B, C, D uch burchak uchun qarang. C ning sinus phi ga nisbati 5 ning sinus alfa ga nisbatimi? Mana sinus phi. Endi bizga bu kerak emas endi bizga. Mana bu ikkalasini teng qilish uchun bu kerak bo'ladi. Tushunarli? Endi B ni topamiz. B teng bizga sinus betani bunga ko'paytirsak, 5 ko'paytirilgan sinus betani qanday topamiz buni? Og'zak topib olamizmi? Top bilamiz. 2 taqsim 5/5 bo'lsa, kvadrat qo'shirasiz. 4 taqsim 125. 1 dan aytsangiz 121 taqsim 125. Bu degani 11 taqsim 5/5 degani. To'g'rimi? Taqsim sinus alfa mana 1 taqsim 5/5. Hisoblasak chiqadi. Bu bilan bu qisqaradi. 5 dan 5 ketadi. 11 degan javob chiqar ekan. Bu A shartining javobi edi. Endi B shartiga o'tamiz. B shartining javobi. Bu ham juda oson. Trapetsiyani so'rayapti. 5 kichik asos, katta asos topdik 11. Taqsim 2 qilamiz. Balandlik berilyapti 4. Qo'shamiz 16, 16 ni bo'lamiz 2 ga. 8, 8 ga 4, 32. Misol oson ekanmi, qiyin ekanmi? Ha, x so'raganda, bo'ldi. X so'ragan bo'lsa, adashimiz ayirib 2 ga bo'lamiz-da buni. 11 ayrilgan 5 taqsim 2. Necha ekan bu? 3 mi? 3 ekan. Bo'ldi. Misol mana shu tartibda ishlanadi.